Diana xonim, Tommy o'ynashga tashqariga chiqsin. Tommy. Ana akalar, Quyon og'ayam bizni izlab keldi, akalar uyimgacha keladi deb o'ylamovdim. Va biz birga bo'lganimizda, biz jamoa bo'lamiz deb va'da berganding. Esla, dada. Shunchaki ozgina kut, ozgina vaqt qoldi kesishishgacha. Keyin sening hayotingdagi eng zo'r sovg'a bo'ladi. Hozir borib ularni ushlab kel, keyinroq ko'rishamiz. Xayr. Salom do'stlar, Abdulham Play kanaliga xush kelibsizlar va do'stlar, bugun biz sizlar bilan birgalikda kechagina Play Marketga chiqqan Horror Tale 3 degan o'yinni maza qilib dam olishga harakat qilamiz do'stlar. Bu o'yinda oldingi qismlarni ko'rmaganlar bo'lsa do'stlar, kanalimda bor, bemalol o'tib ko'rib olishlar mumkin. Keyin do'stlar, videochamizga like bosib, obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin. Xo'p akalar, o'tgan qismlarda deyapti. Mayli akalar, o'tgan qismini ozgincha tomosha qilamiz. Xo'p akalar, bizga akalar mana Horror Tale 1 da oxirgi sahnasini bizga ko'rsatyapti. Do'stimiz akalar tulim yasovdi, keyin ikkita bolani ham o'g'irlab akalar tulim yasagan. Bizni sezib qolib akalar tog'amiz ushlab olgandi o'sha damda. Keyin akalar runalarni ko'rsatyapti. Hali do'stlar, Horror Tale 3 o'yinida o'sha runalarni ham biz rasmga tushib, kerucha akalar runalarni biz sirini bilib olishimiz kerak. Yosh xonim, doktor Tom sizning xizmatingizda, sizni diagnostika qilaman va kerakli narsalarni yozib beraman. Siz o'shandan keyin ozodsiniz. Ehtiyot bo'l Tom, ozod qilish azob berish degani emas. Buning uchun uzr so'rayman. Diagnostikam ham uchun sen kulbada oyog'ingni gaz kesgich bilan olmasliging kerak edi. Xonamda davolashga oid kitob bor. Uni ko'rib senga qanday yordam berishni bilishim mumkin. Ha, yaxshi. Bundan keyin nima qilasiz, Tom aka? Rejangiz bormi? Rejam, yana u psixning uyiga boraman va Harini qaytib orqaga qaytarishni topaman. Hazillashyapsizmi? Kattalarni kutaylik. Sam, ota-onam qaytguncha kech bo'ladi. Men ish stanogida qopqon yasayman va o'zimni saqlayman. O'zingizni Kapitan Amerika deb o'ylayapsizmi? Ehtimol o'zingizni qalqon bilan ham to'sishingiz kerakdir. Xavotir olma, unutdingmi seni qamoqdan kim qutqarganini? Sog'inmasingdan oldin albatta qaytaman. Juda ham ehtiyot bo'ling va kamerani o'zingiz bilan toping. Biz ehtimol dalil toparmiz. Balkim shunchaki eslab qolish uchun bir ikkita kulgili suratlar bo'lar. Yaxshi, menga omad tila. Yosh xonim, sabrli bo'ling, menga telefon qilib turing, doktor tez orada qaytadi. Menimcha akalar bola bilan qiz gaplashib bo'ldi. Xo'p akalar, menimcha hozir biz yerto'laga tushib qandaydir qurol yasashimiz kerak ekan akalar. Keyin mana qizni ham qutqarishimiz kerak ekan, kubok olinmas ekan akalar. Mayli. Akalar, juda biz cherdakdamizmi deymanda, menimcha bu bolani xonasi bo'lsa kerak. Qandaydir rasmlarda akalar mana ilib tashlagan ekan, bizga ko'rsatyapti. Xo'p, bu yerda kitob bor ekan akalar. Mana shu kitob yordamida akalar menimcha boyagi qizni davolasak kerak. Buni olamiz akalar, bu bizga kerak bo'ladi. Xo'p akalar, bo'lmasam sekingina yerto'laga tushaveramiz. Sizda ikkita yangi xabar bor. Birinchi xabar. Salom Quyoshim, umid qilaman ishlaring yaxshi. Men shunchaki onang bilan bir xil gapirdim. U hozir qidirish bilan band. Biz bu yerda bir necha kun bo'lamiz yoki ko'proq. Sen katta bolasan, o'zingga nimadir pishir, seni sog'indim. Ha, oyi, men yaxshiman. So'raganingiz uchun rahmat. Men shunchaki 2 kundan beri Seriously killerdan qochyapman va hozir unikiga ketyapman. Ikkinchi xabar. Salom Diana, men Ralfni hech qayerdan topa olmayapman. O'zlarnikidami? Xudoyim, u suv qo'rida sasib yurgan bo'lsa, u o'zini hayoti uchun ozgina cho'milib olishi kerak edi. Agarda u otasini shlyapasini iflos qilgan bo'lsa, unga 1 oy davomida video o'yinlar yo'q. Ralf ham yo'qoldimi? Umid qilaman u boshqa isqirt qo'g'irchoqqa aylanmagan. Uni izlashim kerak. Xo'p akalar, endi va nihoyat bular ham gaplashib bo'ldi. Neverni bosamiz. Endi akalar biz yerto'laga tushimiz kerak. Mana tomondan tushamiz. Hol akalar, mana yerto'laga tushib, mana qizni ham ta'mirlashimiz kerak. Birinchi navbatda akalar o'zimizga yasashimiz kerak edi. Nima hamida bu qizni akalar oyog'iga baylash uchun narsa akalar malham. Lekin hozir biz akalar tuzoq yasashimiz kerak edi. Bu nima bunday bo'lib qoldi akalar? Bunday bo'lmasi kerak edi.
Mayli akalar, bir ikkita narsalarni sekingina qo'yaylik. Menimcha buni qo'yish kerak. Xo'p akalar, yaxshi. Mana chekkadan qo'yish kerak ekan, buni qo'yamiz. Bu nimaligini ham bilmayman. Buni yog'och makalar bilmadim, buni ham qo'yamiz. Keyin oxirida akalar mana buni qo'yamiz. Va nihoyat akalar, bu qanday tuzoq desalar akalar, короче, bu bizning yopishqoq tuzog'imiz bo'ladi akalar. Buni tog'aga tashlasak, tog'a akalar aynan mana shu tuzoqqa yopishib qoladi. Xo'p akalar, sekingina chiqamiz akalar mana shu yerdan. Endi akalar, buni ham olamiz. Diana xonim, Tommy o'ynashga tashqariga chiqsin. Tommy. Ana akalar, Quyon og'a ham bizni izlab keldi akalar, uyimgacha keladi deb o'ylamadim. Xo'p akalar, biz hozir ana fuse topdik akalar. Bu fuse ham bizga juda ham kerak bo'ladi. Hozir akalar host modda o'ynayapman. Ya'ni do'stlar, mana tog'a bizni ko'rmaydi akalar. Bu o'yin akalar birinchi bir moslashib olish uchun akalar 1-2 marta praktika qilib ko'rish kerak. Mana akalar, Quyon og'ani ham yopishtirdik. Xo'p, shuning uchun akalar praktikada hozir o'ynab turamiz. Buni akalar video qilib chiqarib beraman. Keyin akalar chim bo'lmasa akalar buni tog'ani ham bor qilib o'ynaymiz akalar. Bu yoqlarni ham akalar bitta tekshiramiz. Kasseta akalar bizga kerak emas. Xo'p akalar, hali ko'p narsani topishimiz kerak akalar. 1 soatlab o'yin cho'zilib ham ketishi mumkin. Shuning uchun akalar u yoq-bu qarab o'ynaymiz. Hozir akalar bizni birinchi boradigan joyimiz sirk, chunki akalar sirkda birlikda qilaydigan ishimiz bor. Ya'ni akalar buni aynan topgan fyuzimiz akalar hozir olib borib mana sirkga ishlatamiz. Xo'p akalar, lekin bu sirk akalar vabshita yangi joy oldim. Horror Tale o'yinida vabshita bu sirkni ko'rmadim. Kamiga akalar yalmog'iz ham qo'shilgan. Bu yerda akalar arra bor ekan akalar, yaxshi. Mana shu yalmog'izda akalar aynan mana shu sirkda ishlaydi, ana shunisi yomon. Xo'p akalar, hozir biz masxarabozni o'zini ochishimiz kerak. Uning uchun mana fuse akalar tukni o'tkazayotgan narsani bu yerga qo'yib, dastakda akalar ishga tushiramiz. Endi akalar tuk bo'lyapti. Akalar bilan masxarabozni o'zi ochildi. Endi akalar o'sha tomonlarga kirishimiz kerak. Xo'p, undan oldin bir ikkita joylarni tekshirib olamiz, chunki akalar hamma yerda kerakli narsalar bo'lishi mumkin. Xo'p akalar, bu yerda hozircha kerakli narsa yo'q. Narbondan tepaga chiqamiz akalar. Buni to'pda akalar pastga tushiramiz. Bu ham vabshit akalar unutib olibman. Mana bunday runalarda akalar biz rasmga tushirib olishimiz kerak edi. Ana sement aytuvdik akalar. Xo'p, mayli. Короче, 7 ta tushirishimiz kerak akalar. Hamma 7 tasini tushirganimizdan keyin sement akalar u runalarni, короче, mag'zini chaqib akalar bizga ma'nosini aytib beradi. Keyin akalar o'ylashlaring mumkin, ollakam kuchayib ketibdi ingliz tilini. Aytmasidan oldin tarjima qilib tashlayapti deb. Yo'q akalar, men birinchi videoda gapirmayapman akalar, gaplashayotgan joyda nagli. Keyin akalar tarjima qilib ovozlashtirib beryapman akalar. Bu ham sizlarga bitta qulaylik, o'zi ochildimi o'zi. Yo'q akalar, tog'a kirib ketdi. Yaxshi, men arani topuvdim akalar. Yana bir ikkita narsalar topishimiz kerak. Shuning uchun akalar hech narsa e'tiborimizdan chetda qolmasligi uchun yaxshilab akalar hamma yerni ko'rib, o'yinda ham o'rganamiz. Ara bizga kerak bo'ladi. Ara qayerda kerak bo'ladi desalar akalar, o'rmonda, qabristonni oldida akalar ara bizga kerak bo'ladi. Xo'p, yana akalar bir ikkita tekshiradigan joyimiz bor. Mana bu yerdan tekshiramiz. Keyin akalar, o'sha tomondan daraxtday uyga chiqamiz. Bu yerga tog'a chiqa oladimi desalar, albatta akalar, tog'a bu yerga chiqa oladi. Xo'p, bu nima ekan? Yo'q akalar, bizga to'p kerak emas. Chunki akalar to'pda ishlatadigan joyda o'zi yo'q akalar bu o'yinda. Xo'p, mana yoqdan tushamiz akalar. Bu o'yinda eng yomon taraf akalar, tog'a biz bora olgan ko'p joyga bora oladi akalar. Hali o'yin vabshita qiyinlashadi akalar, qarab turinglar. Menimcha bu yerda akalar ponni tekshirib bo'ldik deb o'ylayman akalar, yana ham bilmam. Xo'p, endi короче shu o'rmonga boraveramiz akalar. Chunki akalar bor yo'g'i bu yerdan bitta arra topdik akalar. Arra aynan o'rmonda kerak bo'ladi akalar. Hozir bitta daraxt kesamiz. Xo'p akalar, o'yinda mana shunday qorayib turadigan joylar yo'qmaydi. Mana akalar qabristonga ham keldik. Birinchi marta akalar mana shu qabristonda ana u yalmog'iz yashaydi deb o'ylovdim. Lekin akalar afsuski qabristonda yashamaskan, sirkda yasharkan akalar yalmog'iz. Xo'p akalar, mana bu yerda kesishimiz kerak. Bu yerda kesgandan keyin короче akalar mana shox mana ko'rlangan akalar o'zang pastga tushadi akalar. Buzib tashlaydi keyin akalar biz bemalol mana bu yerdan kirishimiz mumkin. Shu atroflarda ham akalar yana bitta mana rasm bo'lishi kerak akalar. O'sha rasmda ham akalar hozir biz rasmga qo'yishimiz kerak. Xo'p, menimcha mana bu video orqasida bo'lsa kerak akalar, aynan mana shu yerda ekan. Xo'p,
Biz akalar ana ikkinchi rasmni topdik. Yana akalar nechta qoldi? 5 ta rasm qoldi. Akalar qadamma-qadam hammasini topib akalar shuni sirini ham olib yechimiz kerak. Xo'p akalar, demak haykaljamoa qo'lingizdan berib turing, qaytarib olib kelmayman baribir. Xo'p akalar, haykalni qo'lidan buni dumaloq oldik. Bu nima uchun kerak deydigan birodarlarimiz uchun korotcha akalar bu anaviga kerak. Nima edi? Sirkdagi akalar zambarak bor, o'shani ichiga solib akalar o'tamiz. Xo'p, buni akalar velosipetimizga olib borib qo'yib qo'yamiz akalar. Hozircha kerak emas. Keyin akalar bu yerda ham bir-ikki qaraydigan joylarimiz bor. Xo'p, o'sha yerlarga qaraymiz. Buni yerda akalar buzilgan uy ham bor ekan. Men ham akalar bu o'yinni bir marta o'ynab ko'rdim, lekin akalar yutolmadim. Shu sabab akalar bu ikkinchi marta o'ynashim, bari yangi chiqqan o'yin, uncha joyini tushunmadim ham akalar. Xo'p, buni rasmni ham akalar rasmga tushirib olamiz. Hozircha akalar biz 3 ta runani topdik. Endi akalar yana 4 tani topsak akalar sementaga keyin kitobni olib borib berishimiz kerak. Hali kitob ham akalar qayerlarda yotibdi kim bilar. Bu yerda ham akalar kasetadan boshqa hech narsa yo'q, lekin akalar bizga kaseta kerak emas-da. Xo'p, mayli akalar, pastga tushamiz. Qopqonimiz ham 9 ta bor akalar. Tog'iga ishlatib o'tmaymiz akalar. Qo'ri bekorga ishlatganimiz qolaman akalar. Tog' jonimiz ham kelyapti. O'yinda salgina akalar grafikalar yaxshi bo'lmasligi mumkin. Chunki albatta akalar bu o'yinda eng birinchi chiqqan versiyasi. Chunki eng birinchi chiqqan versiyasi akalar har doim ham yaxshi bo'lavermaydi. Sirkka borib akalar korotchi bo'yni topgan tosh to'pimizda mana uni ichiga solib kelamiz akalar. Yana bir sirkni yaxshilab qarash kerak-da. O'sha tomonlarda o'roq bo'lish kerak akalar. Mana shu sirkda bor-ku. O'roqda topishimiz kerak. Ungacha akalar olib borib buni to'pni qo'yamiz. Chim bo'lmasam akalar bir ikkita joyda izlab ko'ramiz. Lekin akalar bizga o'roq juda ham zarurda. U quyonog'i ham akalar aynan biz kelayotgan joyga kelayotgan ekan. Xo'p akalar, buni solib qo'yamiz. Hala akalar, buni portlatishimiz ham kerak. Uni narsasi akalar severda korotcha akalar, o'sha sever tarafda. Hali unga ham akalar kerakli narsalarni topsak, o'sha yerdan akalar olib kelishimiz mumkin. Hali akalar severda ishlarimizni qilishimiz uchun akalar bizga trosli kabel kerak bo'ladi akalar. Troslimi o'shandaqa kabel. Hali akalar o'yin davomida o'zlaringiz ko'rib olasizlar degan umiddaman. Xo'p. Xo'p akalar, mana quyonog'ini uyga keldik. Ozgina akalar tumanliga o'xshab tuyulyapti. Hech narsa qila olmayman. Nima so'rayapsan? Agar qizni ortga qaytarmasam, men jinni bo'lib qolaman. Xavotir olma bolakay, senga yordam beraman. Va biz birga bo'lganimizda, biz jamoa bo'lamiz deb va'da berganding. Esla, dada. Shunchaki ozgina kut, ozgina vaqt qoldi kesishishgacha. Keyin sening hayotingdagi eng zo'r sovg'a bo'ladi. Hozir borib ularni ushlab kel, keyinroq ko'rishamiz. Xayr. Akalar, endi shu hisobda endi bizni chaqmoqli quyonog'i quvalaydim akalar. Bu degani juda yomon degani. Yaxshi ham akalar ko'xoz mod o'ynayotgan ekan bo'lsam akalar, kim biladi chaqmoq otib quvalaydimi. Lekin akalar uylarni bekor bunaqa to'siqlar bilan yopib tashlabdi akalar. Maydon nima desam bo'lar akalar, juda ham kichrayib ketganda buni qaranglar. Mayli akalar, izlayveraylikcha bir gap bo'lib qoladi. Eng yomon akalar, bu o'yinda bitta narsani topa olmasak keyin akalar yana butun zonani izlab chiqishimizga to'g'ri keladi akalar. Ana shuncha eng yomoni shuda. Xo'p akalar, men ko'rdim, mana shu yerda ham akalar bitta rasm bo'lish kerak akalar. Mana shuni ham. Xo'p akalar, bu yerda ham rasmga tushirib qo'yib yuboramiz. Xo'p, 4 ta akalar runan topimiz, yana akalar 3 ta qoldi. Korotchi 3 tani topib akalar rasmga tushirsak bo'ldi akalar. Men sizlarga aytgan mana shu. Korotchi mana shu kabelni izlayotgandik akalar. Endi akalar mana shu kabel yordamida bo'ynaga akalar korotchi Ralf qamalgan akalar kanalizatsiyaga kirsak bo'ladi akalar. Xo'p, bu yerlarda ham ko'ramiz. Kaset akalar bizga babshita kerak emas. Quyonog'im yotog'imni deyman akalar juda. Xo'p, akalar mana shu narsa bizga kerak edi. Bu nima kerak desang, korotchi akalar bu qo'limda bint yordamidan qizni tuzatsak bo'ladi akalar.
Xo'p, buni ham qo'yib qo'yamiz akalar. Xo'p, endiga bizni borayotgan joyimiz kimdir akalar bizni tepadan kuzatyapti. Agar e'tibor berayotgan bo'lsalar. Xo'p akalar, hozir biz anaviga kelishimiz kerak akalar, ya'ni Sever degan joyga kelishimiz kerak akalar. Mana akalar, aynan mana shu Severga kelishimiz kerak. Bu joy ham akalar men uchun yangilik. Birinchi marta akalar Horror Tale o'yinida akalar mana shuni Sever degan joyni men ko'rib o'tiribman. Ralf akalar bu yerda qamalgan. Ralf, men bilgandim, sen mana shu yerdaligingda xabar berishing kerak edi. Oqib kelgan narsalar uyumi bilan og'ir vaziyatda qolganga o'xshaysan. Og'ir vaziyat, Tom, senda og'ir vaziyat bo'lganmi? Albatta yo'q. Qayerdan ham o'ylama, seni qanday qutqaramiz? Maskadagi bir bola meni qo'yayotgandi, men tepada yugurayotgandim va ko'zimni ochib yumgunimcha shu yerdaman. Boshqa tomondan suvga yiqilganim yaxshi. Endi hech qachon bo'laklarni yig'mayman. Tashqarida bo'lganimda menda sharbat bilan muzqaymoq bo'lardi va shu yerga bir banka ovqat berardim. Muammolar haqida unut, chiqish yo'li bormi? Katta eshikni ko'ryapsanmi? Ehtimol u chiqish yo'li, lekin uni suv to'lgan, uni ochish imkonsiz. Sen suvni olib tashlashning yo'lini topishing kerak va eshikni och, Tom, meni bu yerdan olib ket, juda ham ochman. Hattoki men senga o'zimning qizil mashinamni beraman, shunchaki yordam ber. Ralf, mashinang kerak emas, senga yordam berishga urinib ko'raman. Va keyin sen yaxshilab cho'milib olishing kerak. Menimcha cho'milishni yaxshi ko'rib qolsang kerak. Mana akalar, ko'rganlaringdek bu Ralf ham akalar mana o'ynab endi tushib ketibdi akalar. Endi biz Ralfni ham qutqarishimiz kerak. Ana elektrli tog'amiz ham akalar, endi eslab turdim. Mana akalar, elektrli tog'amiz ham kelibdi. Короче, akalar, veligimizni ko'rib mana shu yerga kirayotganini aytayapti. Mayli akalar, kirsa kiraversin, baribir akalar bizga hech narsa qila olmaydi. Akalar, aytganimdek men do'stlar gaplashayotgan payt akalar gapirmay turaman akalar, keyin ovoz berib tashlayman. Shuning uchun da akalar mana yurt rasmga tushirayotgan joy bor, o'shan rasmga tushiramiz. Shuning uchun do'stlar ana video montaj juda ham ko'payib ketadi. Keyin akalar video kechroq ham chiqishi mumkin. Shu sabab do'stlar like bosib qo'yinglar. Montaj qiyin bo'lgani uchun ham akalar mana tukli tog'amiz ham keldi akalar. Tog'ada odob degan narsani o'zi yo'q akalar. Itarib o'tib ketyapti akalar, ko'ryapsizlarmi? Mayli akalar, hali topaydigan narsamiz akalar juda ham ko'p. Kamiga bu o'yinda akalar biron marta yutganim yo'q akalar. Shu sizlar bilan birgalikda hozir o'ynayapman. Bundan oldin o'ynab ko'rdim akalar. Inglizlar video chiqarmagani uchun ham hech narsani bilmadim akalar. Pashti yurdimda короче. Xo'p akalar, hozir bizni qo'limizda dastak, akalar, o'sha uzoq joylarda kerak bilan akalar tog'a ham kelyapti. Eng yomon joy akalar bu o'yinda qanday qilib to'girdi akalar. Yomon to'girib oldi. Qanday qilib o'ynashni bilmayman akalar. Bolani gapini eshitdingmi? Menimcha deydi bu to'girishni akalar stressga uchrab sochlarim to'gilib ketsa kerak deyapti akalar. Alkoholni ham topdik. Alkohol nima kerak bo'ladi deganlar bilatanlarimizdan bo'ladi albatta. Короче akalar, eslaringda bo'lsa ana qiz oyog'ini kuydirib oluvdi akalar. Shu alkohol yordamida qiz oyog'ini tuzatamiz, bo'tlarni ham ko'ramiz. Yangi joy qo'shgan akalar, вообще-то chutki bo'pti, lekin bir ikkita yomon tarafi ham bor akalar. O'zlaring bilgandek ko'p joyda yovbam tashabdi. Xo'p, demak akalar, buni mana bu yerga qo'yamiz. Hozir akalar mana bu yerda tavakkal qilib ko'raman men. Bu qizil edi, lekin bundan oldin akalar bir devorni artib ochishimiz kerak edi akalar, lekin menimcha o'zgarmagan bo'lsa kerak bu. Menimcha sariqda bo'lsa kerak akalar. Buni sariq qilamiz, salgina o'tib ketdi-yu. Mayli, birinchisi ham akalar qizil bo'lishi kerak, o'xshasin akalar. O'xshamasa borib zambarakka borishimizga to'g'ri keladi akalar. Ish ko'payapti короче. Akalar, o'xshadi, qo'yilmaqom akalar. O'xshamaydi deb o'yladim. Olib devorni artishimiz kerak edi akalar, lekin artmasdan turib o'xshatib yubordim. Xo'p akalar, demak mana shu yerda begzin bo'lishi kerak. O'sha begizni topishimiz kerak akalar. Va nihoyat mana akalar begizni ham topdik. Oxiri nima bo'lishiga qiziqyapman. Chunki akalar Horror Tale o'yinining oxirida har doim chotki yakun akalar yakunlatib qo'yadi o'sha joyga. Вообще-то qiziqyapman. Xudo xohlasa akalar o'sha joylarga ham sizlar bilan boramiz. O'sha akalar o'yin esimdan chiqib boshlayapti akalar. Nima topishim kerak? O'sha esdan chiqib boshlayapti akalar. Chunki bu o'yindagi narsalar juda ham ko'p. Sal-pal adashib ham ketyapman. Shu nima bo'lsa ham shu Ralfni qutqarib olishimiz kerak edi akalar. Yaman sasib ketdi birachga. Enasi ko'rsa tanimaydigan darajada sasibdi akalar. Xo'p, alkoholni ham olib kelamiz. Chunki akalar biz
sementani oyog'ini tuzatishimiz kerak akalar. Xotinim tayyor degan akalar bu. Xo'p akalar, bu tog'adan ehtiyot qilamiz akalar. Hech men tushunmayapman, mana qaranglar akalar, chaqmoq qo'yapti-yu. Shu akalar ketma-ket ikkita chaqmoqqa tushsa nima bo'lar ekan ha? Bilmadim akalar, lekin tushib ko'rmaymiz. Hozir o'lib qolsam akalar, keyin ikkita chaqmoq o'ldirsa, o'yinni yana qaytadan boshlashga to'g'ri kelaman deb o'ylayapman. Shu sabab akalar ehtiyotgina bo'lib yuramiz. Endi yurgan akalar bitta chaqmoq qo'yib ketib yo'qoldi akalar uje. Lekin bu chaqmog'i yomon ekan akalar. Yomon ekan deb mana sal bo'lsa ham akalar Gren xolam qopqondan yaxshi ekan. Bu chaqmoqqa birinchi marta tushayotganimda akalar men bunday deb o'yladim, chaqmoqqa tushsam to'g'rib og'darib tashlaydi, keyin turgunimcha vaqt ketadi desam akalar, bu birazchika osongina o'tib ketyapti akalar. Shu joyini yaxshi qilibdi. Xo'p akalar, mana endi surdik akalar, hali qizni ham oyog'iga kerak bo'layotgan narsalarni nechtadirni topdik. Birinchi navbatda mana shu akalar Begzinda holi akalar baki bo'sh. Ana neft qozib olayotgan joydan akalar uskunadan biz Begzini olishimiz kerak. U yerga o'tishimiz uchun akalar bizga o'roq kerak. O'roq qayerdaligini esa men akalar vobshita bilmayman. Ana shaqlarni ham akalar bir yaxshilab tekshirishimiz kerak-da, nimadir qolib ketgan bo'lishi mumkin. Keyin akalar bu o'yinni ikki qism qilib chiqaraman, chunki bitta o'yinda yutaman deb yurgim yo'q akalar. Narsalari ham ko'pda akalar, joylar ham ko'pda, qidiradigan qayerda qidirmayman akalar. Ya'ni yaxshilab hamma yerda akalar bir izlab ko'rish kerak-da, lekin xo'p akalar, velosipetimizga qaytamiz. Aytgancha akalar, daraxtdagi akalar most olishimiz kerak. Короче, ana shu akalar most degan narsa mana akalar, mana shu juda ham shifo baxsh. O'zbekchasini akalar topolmadim, lug'atdan ham yozdim akalar, chiqmadi. Mayli, most deb nomlayveramiz akalar, inglizcha nomi bilan. Xo'p, buni qo'yamiz. Endi akalar fermaga borishimiz kerak edi. Chunki akalar fermada qizni oyog'ini davolashimiz kerak edi akalar. Sementani davolayman deb ketib akalar, esimdan ham chiqib ketibdi-da meni. Xo'p akalar, mana fermaga ham keldik. Fermani ham lekin ko'p joylarni yopib tashlaganda eng yomon joyini holi sizlar ko'rmadlaring akalar. Eng yomon joyi bu tog'a akalar o'zidan 1-2 metr masofada spawn qilar ekan. Mana o'zgarib qopti akalar, bunaqa bo'lmas kerak, buni aylantirish kerak akalar. Buni aylanish kerak, buni akalar. Ha akalar, bo'ldi, mana aylantirdik. Xo'p, alkohol akalar, mana buni yerga qo'yamiz. Ikkita narsasini ham topganman akalar, o'shani ham olib kelib qo'ysak, ana tayyor bo'ladi akalar. Keyin qizni oyog'ini davolasak bo'lar. Eng yomon akalar, men ko'rib qo'rqib ketdim. Buni qo'yonog'i bor-ku, 2-3 metr nariyoq akalar bir tezlashib yurib olyapti akalar. Xuddi fleshga o'xshab akalar, juda ham tezlashib bitta yurib olyapti. Bu degan akalar juda ham yomon degan, 2-3 metr nariyoqda yurish kerak degan buni tog'adan. Eng yaxshisi akalar, bu o'yinda birinchi marta akalar bizga ham qopqon berdi akalar. Tog'ani yopishroq qopqonga tushirsak bo'lar. Oldingilar akalar eslangda bo'lsa, faqat g'ish bor edi-da, bir miltiq-piltiq ham yo'q edi akalar. Faqat unday narsalar akalar xo'lan o'yinida bo'ladi-da. Xo'p akalar, buni ham olamiz. Bitta qani birachika, bu yerda ham och. Xo'p, endi akalar buni o'rtaga qo'yamiz. Endi akalar, mana stanokimiz tayyorlayapti akalar. Qizni oyog'iga surtaydi ekan malhamimizni. Xo'p akalar, mana bizning malhamimiz ham tayyor bo'ldi. Endi akalar olib borib qizga surtamiz akalar. Bola bilan qiz gaplashdi akalar, yana indamay turaman akalar, keyin yana tarjima qilib ovoz berishga to'g'ri keladi akalar. Nimaga unday qilayotganim sabab akalar, oldingilarda unday qilmaganman. Shu sabab bir ikkita joyga o'zim ham akalar yaxshi tushunmay qolganman, shuning uchun akalar oxirigacha tarjima qilyapman. Xo'p akalar, yosh xonim, tez orada tuzalasiz va bu muammolar ichida yana kuchga to'lasiz. Yana qochasiz, bolalar o'g'risi va uni hushdan ketkazasiz bel bilan. Ha, kulgili bola. Qadrli bemor, doktorning gapini bo'lmang, yo'qsa operatsiya qilish yaxshi g'oya bo'lmaydi. Qadrli bemor, ha? Har bir bemorlar men uchun muhim, shuningdek sen. Yaxshi, bajarildi. O'zingni yaxshiroq his qilyapsanmi? Ha, bu yaxshiroq. Rahmat senga, doktor Tom. Bundan ham ko'proq jarohatlar olsang, men seni tuzataman yana. Bo'lishi mumkin emas. Sen meni osongina jarohatlardan, killerlardan qutqara olaman deb o'ylaysanmi? Mayli, ketishim kerak. U yerda qiladigan ishlarim bor. Lekin albatta ortga qaytganimda qadrli bemor bilan uchrashamiz.
Ajoyib, baribir oyog'imda rentgen qilish kerakka o'xshaydi. Menga o'sha ishoralarni rasmga tushirib olib kel. Doktor yarim stavkada fotografer bo'lib ishlaydi. Yaxshi, u bo'ladi. Meni sog'inma, tez orada ortga qaytaman. Xo'p akalar, bugun mana shu yergacha o'ynaymiz akalar. Keyin do'stlar, keyinchalik davomini o'ynaymiz. Xo'p akalar, tezlik bilan pastga tushamiz. O'zi akalar, o'ynayverib o'z o'yin ancha esimdan chiqib ketdi. Chunki do'stlar, yangi chiqqan o'yinda oldin videosini ham ko'rmaganman akalar. Birinchi marta o'ynashim akalar, past o'tir birachka nimagadir akalar, mana bir tishka pastga tushmayapti. Yaxshi akalar, pastga ham tushib oldik. Birinchi navbatda nima qilishimiz kerak desanang, короче akalar, men velosipedga borib o'yinni yaxshilab akalar saqlab qo'yaman, yana izga qaytib qolmasligi uchun. Xo'p akalar, demak keyingi videolarda uchrashguncha xayr. Like va do'stlar obunani bosib qo'yish esdan chiqmasin, chunki do'stlar montaji juda ham qiyin bo'lib ketadi akalar. Chunki hozir tarjima qilib akalar ovoz ham berishim kerak. Xo'p do'stlar, like va obunani bosgan bo'lsalaring keyingi qismlarda uchrashamiz.